chiroyli qilib kelishib beramiz. Va bitta qo'chqor akalar, mana shu alohida junni olib qo'ydik, bitta qo'chqor, ikkitasi urg'achi, egiz akalar. Mana ikkalasi egizak. Egiz mana bir xil janovorlar. Yuzlar qarang. Bitta sog'liq, bitta qo'chqor. Mana akalar. Bular ikkita sog'liq egizak. Bitta qo'ydi bolasi. Baholasi egiz akalar. Hali yosh barra qo'zichoqlar akalar. Dumbalari tikka dumba, sifatlari ham chutki variantida holasi. Mana sizlarga haqiqiy nima edi? Noyob qo'ylarda akalar maza qilib baho degan. O'zidan ko'paytirib, nasl olib, xudo xolasa, yaxshi qo'ydan. Qo'chqor ichida. Ha, qo'chqor ichida o'zi yaxshi qo'ydan qochiradi deyman men. Qo'chqorlar, bu ham uzungina yaxshi qo'chqor. Mana qo'chqor ham uzun. Qo'chqorni ham ko'rsatib qulog'ini. Qo'chqordi mana. Yuzlari uzun, bittami variantda akalar mana. Ko'ryapsiz, sifatlari chutki. Narxi ham akalar, xudo xolasa, chiroyli qilib yo'lda qilib beramiz. Quyida holatiga qarab. Ular ham akalar shu bugun yetib kelgan. Sog'liq idishlari o'ta ham zo'r. Sal shu desa qochib Mana to'sqalash qiyin bo'lyapti, shuning uchun yerda olyapmiz akalar. Quloq boslari uchovini ham butun akalar mana. Bular narxi qanaqa qilamiz-da bular? Buni uchrashini bir joyga olishadi, xudo xolasa bitta insonga beramiz. Bo'lish narxi kamiga o'tib berolmayman men. 8,5 millionga oxiri, hop o'sha vodiy bo'ylab Toshkentga dastlabki qilib beraman. 8,5 millionga. Ha, undan avvalda ham bor, vafot tomonlarga ham kelishilgan holatda. Xudo xolasa baland qo'yganim yo'qda, nimaga buni qulog'i ham o'ta uzun mana. Qo'chqori ham hammasi o'zidan egiz akalar, zo'r tomon egiz. O'zidan qochib qolaveradi, xudo xolasa yaxshi daromad qilishaveradi odam. Mana yosh narsalar yeb ichmasini o'tgan, bir hafta vaqt ko'rishaveradi, kafolati bor. Garantiyasi bor akalar. 8,5 million so'mga, 8,5 millionga vodiy Toshkentgacha vodiy bo'lib, besplatniy voha tomonlarga ham bor, kelishilgan holda. Xohlasa. Endi egizni olaman yoki qo'chqorni o'zini olamaslar, kelishamiz akalar. Lekin uchovini olsalar maza qilasiz, chunki qo'chqori ham olishadi xohlasa. Nimaga narxi ham baland qo'yilgan yo'qda? Narxi chiroyli qo'yilyapti akalar mana. Yaxshi narsa. Bitta bir vaqt qo'yishaveradi. Shu telefon qilib akalar aloqa chiqarasizlar, bu so'nggi partiyamiz edi. Xudo xolasa fikrlarni kommentariyga yozib qo'yinglar. Narxlar qanaqa bo'ldi, qo'ylar qanaqa ekan, qayerdan bizni ko'ryapsizlar, hammasini kommentariyga yozib qo'yinglar. Qanday qo'ydan ko'proq chiqaraylik akalar. Shunga qarab biz ham qo'yga olib chiqamiz akalar. Hozir masalan qanday qo'y yaxshi olamiz, mana shunday qo'ydi ko'proq chiqarmisizlaring, shunga qarab Xudo xolasa yaxshi qo'ydan chiqarishga davom etamiz. Hozircha shular akalar like bosib qo'yish, o'sha esdan chiqmasin. O'zi ham 100 marta aytdim shu bu gapni. Xudo xolasa keyingi partiyamizga shu bilan nihoyasiga yetdi akalar, adashimga deb. Sog' va salomat bo'ling. Havas qilganlar qo'rasizlar. Har ikkita qo'ylarimizdan 100 tadan 1000 tadan bo'lsin.